Yashirin iqtisodiyot har qanday davlatning rivojlanishiga katta to'siq bo'luvchi omillardan. Uning oldini olishda norasmiy bandlikni rasmiylashtirish, savdo sohasida naqd pulsiz hisob-kitoblarni kengaytirish muhim ahamiyatga ega. Bu esa soliq tizimi xodimlari zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Shuning uchun viloyat soliq boshqarmasida ishchi guruhlari shakllantirildi. Farg'ona viloyatidagi 64 ta bozor va savdo majmualariga biriktirildi. Ular tomonidan xatlov olib borilyapti. Noqonuniy tadbirkorlikni davlat ro'yxatiga olish, to'lov terminallari va xolis paynet ilovasidan foydalanish kabi qator yo'nalishlar yuzasidan profilaktik tushuntirishlar olib borilmoqda. Ushbu lavhalar Farg'ona shahar markaziy dehqon bozorida tasvirga olindi. O'zim band qilgandim. Endi bozor ma'muriyati kelib, yakka tadbirkorlikka o'tish bo'yicha tavsiya bergandi. Bugun hozir mana soliq inspeksiyasidan odamlar kelib, menga yakka tadbirkorlikda qulaylik sharoitlarini tushuntirishdi. Yakka tadbirkor bo'lsam, birinchidan soliqni 1% to'lar ekanman, raqamlashtirilar ekan, banklarga yugur qilmas ekanmiz. Onlayn savdo qilsam bo'laverar ekan. Davlat ro'yxatidan qanday o'tish haqligida soliq xodimlari tushuntirish berishdi. Albatta men yakka tadbirkorlikka o'taman. Raqamli platformadan foydalanib ish faoliyatimni davom ettiraman. Xatlov jarayonida soliq qonunishiga kiritilgan o'zgartirishlar, raqamli platformalarning afzalliklari sotuvchilarga atroflicha tushuntirilmoqda. Yakka tartibdagi tadbirkor Ilhomjon Xatamov 2026-yil 1-yanvardan savdo hisobini yuritishni xolis paynet ilovasiga o'tkazgan, lekin to'liq foydalanishni bilmagan. Unga tartiblar yana bir bor eslatildi. Yakka tadbirkor xolis paynet ilovasiga ulanganman. Ishlatishga e'tibor qaratmagan ekanman. 10 kunda bir hafta bo'lsa mumkin deb o'yladim, lekin aslida unaqa emas ekan. Hozir soliqchilar kelib menga tushuntirishdi. Har bitta qilgan savdamni o'sha soliq nimasiga urib borishim kerak ekan. Keyingi safar shu ishni qilmasam, unga ma'muriy javobgarlik borligini ham tushuntirishdi. E'tiborli bo'laman, har bitta xaridimni urib boraman. Soliqchilar bilan birgalikda tadbirkorlarimizga ro'yxatdan o'tish, kassir apparatlarini qo'yish bo'yicha tushuntirishlarni olib borgan edik. Bugungi xatlov natijasida ko'rinib turibdiki, ayrim holatlarda tadbirkorlarimiz ro'yxatdan o'tgan u kassa apparat qo'ymagan yoki xolis paynet ilovasiga ulanmagan. Soliq idora xodimlari bilan birgalikda tushuntirildi, ogohlantirildi va muddat berildi. Shahar va tumanlardagi bozorlar, savdo majmualarida ishchi guruhlari tomonidan xatlov jarayonlari davom etmoqda.